alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Xo'p, bugun 9-mart. Nasib bo'lsa, bir qator do'konlarimiz tayyor bo'lgan. Sizlarga birma-bir obzor qilib beraman. Bu do'konimiz, to'g'risi ismi yo'q, qayerga zakaz olganim. Razmerlari 7 ga 3, mana orqada bitta zapas eshigi bilan taxladik. Xudo xolasa tez kunda jo'natamiz buni ham. Mana bu oq, hop, sandwich panelli. Bu do'konimiz adashmasam Urgut tumaniga tayyorlandi. Sandwich paneldan bu. Mana ko'pchilik bilsa kerak, sandwich panelda. Mana oldilari. Mana yonbosh, hamma joyi mana sandwich panel. Bu 5 ga 3 razmeri. Hop. Bugun chiqib ketayotgan do'konimiz mana bu 7 ga 3 universal do'kon bo'ldi bu ham. Hop. Bu do'kon aslida nima? Fast foodga mo'ljallandi. Bu 2 xonadan iborat. Hozir ishlarni video qilaman. Ichida juda ham nima deydi? Qanaqadir xullas so'z bilan tasvirlash juda qiyin. Qarochi muhit juda ham boshqacha, kayfiyatni ko'taradi. Havosi ham plastikda nimani hidi yotmaydi, chunki MDF dan qilingan. Pollari ham MDF, devor ham tepa plastik, mana orqada fortishka. Mana bu ikkinchi xonamiz. Orqada zapasnoy eshigimiz ham bor, mana orqada zapasnoy eshik. Bu kuxni, kichkinagina kuxni 2 ga 3 razmerdagi. Bu nima deydi? Dvijeniya qilishga xona. Nima? Fortishka. Mana bu xonada ham fortishkacha bor. Mana. Bu xo'p, pishirib kuydir qilib, mana fortishkadan zalga uzotiladi. Zalga. Bu zapasnoy eshik. Buni bu tarafdan kirib chiqsa ham bo'ladi. Mana profilni qaranglar, baquvvatligini juda ham sifatli, juda ham baquvvat. Mana juda ham chiroyli. Yana bir Surxondaryo Dinoga tayyorlangan do'konimizni ko'rsataman. Mana bu 7 ga 3. Buni razmeri ham ikkita yoni 1,5 metrdan yopiq. Bunda ham zapas eshigi bor orqada. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham sifatli. Mana bu mokri plastik, prosta ustida oq lakleykasi bor. Buni ham ishlarini obzor qilaman. Mana ishlari. Bu ham xonani ichi juda ham isib ham ketmaydi, yaxlab ham ketmaydi. Havo juda ham nima deydi? Normalli. Mana shishadan quyosh tushib turibdi, ichlari jar isib ketmagan. Mana orqa fortishka. Tepani buni dekor plas qilib berdik, tepasini. Mana orqada zapas eshik. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz.